Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Kanalimga mana sekin-sekin videolarni endi uzoqroq vaqt, masalan, oldin 2-3 minut joylayotgan bo'lsam, endi bir uzoqroq videolarni ham joylashni sekin vaqt jihatdan uzoqroq, ya'ni ko'rinish jihatdan 6 minut, 7 minut bo'ladigan videolarni ham joylashga harakat qilyapman joylashga. Bundan oldingi videolarimda aytgandek, o'zimni yangi kanalimni shu kommunal sohadagi ma'lumotlarimni o'rganaman deb ochganman, shu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanaman deb. Mana bundan oldingi 2-3 videomda aytganimdek, o'zimni shaxsiy xonadonimga kirgan tabiiy gazdan foydalanish qonun qoidalarini o'zimni shaxsiy ma'lumotlarim uchun o'rganyapman degandim. O'zimniki bu o'zim shaxsiy xonadonimdagi tabiiy gazni qonun qoidalarini, shartnomalarini, har xil hujjatlarni o'rganib, o'zimniki bu shaxsiy bilib, o'zimga fayl papkamga kompyuterdan chiqarib papka qilib qo'yyapman. Masalan, kerakli paytda ko'rib, o'qib, bilib qo'yganim ham yaxshi deb o'ylayman. Shuning uchun shulardan yana bittasi mana bu Telegram, masalan, shu hisoblagichlarda o'rnatgandan keyin bularga texnika xizmat ko'rsatadigan Texnopark servis degan tashkilot desak ham bo'laveradi. Texnopark servis tashkiloti xizmat ko'rsatadigan servis desak ham bo'laveradi ekan. Tashkilot desak butun bir katta anaqani tushunib, xizmat ko'rsatadigan servis bor ekan. Shu Telegram orqali bloklanib qolsa ham yo bir gazni ochishga buyruq bergani ham, masalan, shu Telegram orqali foydalansangiz bo'ladi ekan. Endi men shu Telegram orqali ijtimoiy tarmoqlardan yozgandim, shu Texnopark servis deb chiqib keldi. Endi bu Telegram ham rasmiy bo'lgani uchun chiqib kelgan bo'lsa kerak ijtimoiy tarmoqlardan. Bu ham shunday o'zidan o'zi turmasa kerak deb o'ylayman. Endi men o'zim shaxsiy ma'lumotim uchun bu o'zimga bilib olganim. Mana shu o'zimni xonadonimdagi mana chiqartirdim, mana nimadan, kompyuterdan, o'zimni xonadonimniki. Mana shu hisoblagichda shu raqam orqali, zavod raqami orqali tekshirsa bo'ladi ekan. Shu Telegram orqali ham bemalol tekshirib ma'lumot olsa bo'ladi ekan. Bu juda qulay ekan. Bemalol hisoblagichda oldagi hisob raqam terilsa, kimnikiligi, qaysi iste'molchiga tegishliligi ularni bazasidan ham ko'rinadi ekan. Mana qilib bo'ladi ekan. Men mana o'zimga anaqa qilib chiqarib oldim. Endi Texnopark servisda ham Telegramini endi oldin ham bilardim buni. Endi yana mana ijtimoiy tarmoqlarni yaxshi o'rganib foydalanishni boshlaganimdan keyin mana hozir endi rasmiy Telegramlardan o'zi bemalol operatorlar bilan bog'lansa bo'ladi ekan. Bularning mana ma'lumotlari bor ekan. Shu o'zimni hisoblagich shu zavod raqami orqali bir tekshirib ko'rmoqchiman. Masalan, oldida zavod raqami bor ekan. Shu zavod raqami
orqali ham tekshirib, o'zim uchun shaxsiy xonadonimniki bu. Mana shu o'zim uchun ma'lumot olib qo'ygani birasini tekshirib ko'rmoqchiman. Bu ham bir ma'lumot mana o'zim uchun. Voy, hammaga rahmat katta oldindan. Endi sekin-sekin shu kommunal sohasini ozgina qilib o'zimni shaxsiy ma'lumot manbaimni boyitgani o'rganyapman. Endi buni kamchiliklari bo'lsa, boshqalari bo'lsa, yana o'rganib boraveramiz. Hammaga rahmat.